Speed'da kanalga hoş geldinizler. Bugün biz Python bo'yicha kurslarimizning 27-darsini olib o'tamiz. 27-darsimizning mavzusi bizda restoran menyusi dasturini yasash bo'ladi. Ya'ni 27-darsimizning maqsadi bizda 26-darsimizda o'tilgan mavzularni, ya'ni lug'at mavzusini mustahkamlash maqsadida 27-darsimizni o'tamiz. Xo'p, bugungi darsimizning maqsadi, ya'ni 26-darsda o'tilgan mavzular bo'yicha bugun biz restoran menyusi dasturini yasaymiz. Va birinchi bo'lib bizga restoranga kerak bo'ladigan narsa bu menyu hisoblanadi. Keyin birinchi bo'lib menyuni yaratib olishimiz kerak bo'ladi va menyu tenglashtirib olamiz. Lug'atlar belgisini qo'yamiz va uni ichiga ovqatlarni yozamiz. Menyuning ichiga ovqatlar bo'lishi kerak va keling birinchi bo'lib biz bu yerga masalan lavash deb yozamiz. Fast food restoran deb bo'la qolsin va uni mana bunday ikkita nuqta qo'ygan holda, ya'ni lug'at belgisi qo'ygan holda biz uni qiymatini, ya'ni bizda lavash kalitga teng va uni oldida esa uni qiymati, ya'ni narxini yozishimiz kerak bo'ladi. Keyin biz barcha narsani dollarlarda yozamiz va lavash bizda $3 turadi. Va virgul qo'yamiz va tagidan davom ettirib ketaveramiz. Keyingi ovqatimiz masalan burger bo'lsin. Keyin tez yozamiz burger. $2.5 va keyingi ovqatimiz masalan hot dog. Hot dog bizda masalan $1.5 yo'q, $2. Va keyingisi doner. Doner bizda masalan kerak eng qimmat $4 deb yozamiz. Va yana bir ovqat. Keling Coca-Cola deb yozamiz. Coca-Cola teng bizda $1 ga teng Coca-Cola. $1. Va bo'ldi. Bizda mana ko'rib turganingizdek menyuni yaratib oldik. Ya'ni bizda 1 2 3 4 5 xil ovqatni kiritik desak ham bo'ladi va uni tagidan biz shunchaki savatga, ya'ni biz yig'ilgan ovqatga biz mana bunday savatga o'zgaruvchanlik linkini berib qo'yamiz va mana bunday qavslar ochamiz va keyin esa umumiyga ham o'zgaruvchanlik linkini berib qo'yamiz. Umumiy teng 0 deb beramiz va pastdan endi oldingi darsimizda o'tganimizdek for kalit, ya'ni biz k deb yozamiz, chunki Pythonda ular ya'ni k tarzida aniladi va uni oldidan value deb yozamiz. Ya'ni bizda k va value, ya'ni kalit va qiymat uchun, ya'ni ikkalasiga ham, ya'ni biz bitta forni ichida ikkita ma'lumotni qo'shyapmiz. In menu, ya'ni bizda k va value, ya'ni bizda kalit va uning qiymati menyuni ichida bo'lsa, nuqta qo'yamiz va uni oldidan items deb yozamiz va mana bunga qaus qo'yamiz. Ya'ni bizda k va value kalit va qiymat menu items da bo'lsa, biz oldingi darsimizga o'tganmiz. Hozir men yozayotgan barcha narsamizni biz pastdan print qilamiz. Print mana bunday format belgisini qo'yamiz va uni oldidan birinchi bo'lib bizdagi kalitni yozamiz va lug'atlar belgisini qo'ygan holda uni oldidan qiymatni yozamiz, ya'ni value ni yozamiz va keyin bularni print qilib ko'ramiz va ko'rib turganingizdek bizda barchasi to'g'ri ishladi va keyin endi bularni dollarda qilamiz, ya'ni narxini dollarda qilamiz va ko'rib turganingiz dollarda bo'ldi va keyin endi bunga sal o'zgartirishlar kiritamiz. Masalan, mana buni oldidan ikkita kasr son qo'ymoqchiman. Biz bu yerga 2f qilamiz. Mana bu format belgisi va 2f qilsak,
ko'rib turganingizdek bizda 2 nuqta dollar bo'ldi va mana bu yerda ham format belgisi va 10 deb yozadigan bo'lsak, bizda 10 ta bo'shliq qo'yilgan holda yoziladi. Ko'rib turganingizdek, barchasi ko'proq ishladi va biz menyuni davom ettirishdan oldin keling bularga ozgina bezaklar beramiz, print qilamiz va bezaklar beramiz bunga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 menyu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 va pastdan ham print qilamiz. Ochamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 va 5 qo'shib qo'yamiz. 1 2 3 4 5. Mana bo'ldi. Endi biz buni print qiladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda barchasi ancha chiroyliroq holda bo'ldi va keling mana bunga yana bitta yoki ikkita chiziqcha qo'shamiz. Bo'ldi. Va endi ko'rib turganingizdek bizda barchasi chiroyliroq ishladi. Ya'ni bizning menyu unda lavash, burger, hot dog, doner va Coca-Cola mavjud. Yana endi davom ettiramiz. Va hozir endi biz while sikli bilan qo'llaymiz. While true, ya'ni bizda qachonki holat to'g'ri bo'lsa, ya'ni bizda har doim holat to'g'ri bo'ladi. Biz mana bu yerga ovqat deb yozamiz. Ya'ni har bitta o'sha biz yozadigan ovqat, ya'ni bizga ovqatga lavash, burger, hot dog va doner kiradi. Ya Coca-Cola ham kiradi va ovqat teng qilamiz. Input va uni ichiga siz buyurtma, siz xohlagan ovqatni kiriting deb yozamiz. Yoki siz nima xohlaysiz deb yozamiz. Siz nima xohlaysiz va uni oldidan qavsni ichiga teng chiqish va biz bu narsani har doim biror bir menyu yoki mustahkamlash vaqtida biz har doim bu narsani qo'llaymiz. Ya'ni bizda masalan protsessni to'xtatish uchun biz ni bosishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni protsessni tugatishimiz uchun va pastdan buni mukammallashtirish uchun if ovqat teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni foydalanuvchi ni kiritsa, mana bu yerga ikkita tenglik qo'yamiz. Bo'lsa, break, ya'ni break bu bizdagi protsessni yakunlaydi desak ham bo'ladi, holatni tugatadi va keling buni tekshirib ko'ramiz. Mana bunday qilamiz va siz nima xohlaysiz? Teng chiqish. Masalan, men lavash xohlayman. Lavash deb yozaman. Lavash bo'lib qoldi va burger masalan, burger va menga faqat lavash burger kerak. Keling Coca-Cola ham olamiz. Nimadir ichishga Coca-Cola deb yozamiz va agar biz bu yerga chay deb yozadigan bo'lsak, bizda barchasi to'xtaydi. Ammo foydalanuvchi mana bu yerga katta chay deb yozadigan bo'lsa, bizda hech narsa tugamaydi va mana bunday qilib yozsak ham bizda protsess tugamaydi va biz buni to'g'rilash uchun mana bu yerga nuqta lower deb yozamiz. Lower deb yozganimizda bizda ya'ni Python mana bu yerga ham katta ham kichkina yozsa ham u kichkina tarzda oladi va bizda mana bu holat to'g'ri hisoblanib ketaveradi. Va keling buni boshqatdan tekshirib ko'ramiz. Va endi siz nima xohlaysiz desa, masalan, Coca-Cola deb yozamiz, hot dog deb yozamiz. Hot dog deb yozsak va agar bu yerga katta ch deb yozadigan bo'lsak ham bizda protsess o'z yakuniga yetadi. Keling endi biz pastdan davom ettiramiz va bu yerga bu safar elifni qo'shamiz. Elif bizda menyu nuqta get uni ichidan ovqat, ya'ni get bizda qaysidir masalan mana bu menyudagi biror bir narsani olish vazifasini bajaradi. Ovqat deb yozsak, ya'ni bizda ovqat bizda lavash bo'lsa lavashni oladi, burger bo'lsa burgerni oladi, hot dog bo'lsa hot dogni oladi va agar biz masalan 26-darsimiz o'tganimizda biz menyudagi narsani olmasak, masalan biz menyudagi masalan
bizda lavash burger hot dog bor. Masalan, biz bu yerga masalan boshqa narsa Fanta deb yozadigan bo'lsak, bizda non degan, ya'ni mana bunday non degan, ya'ni u narsa yo'q degan ma'lumot chiqib kelar edi va biz esa buni is not non deb yozadigan bo'lsak, ya'ni bizda menu get, menyuni ichidan biz ovqatni olayotgan vaqtimiz faqatgina u non bo'lmasa, ya'ni uni ichida mavjud bo'lsa, bizda non qachonki chiqadi, uni ichida mavjud bo'lmasa va agar biz mana bu yerga is not non yozganimiz sababli bizda uni ichida mavjud faqatgina mavjud bo'lgan narsani ol degan buyruqni beryapmiz va agar shunday bo'lsa biz savat.append, ya'ni biz o'sha mavjud bo'lgan narsani savatimizga qo'shamiz, ya'ni o'sha mana bu ovqatni ya'ni savatimizning ichiga qo'shamiz. Faqatgina menyuni ichidagina bo'lgan ovqatni biz savatni ichiga qo'shamiz va pastdan biz print qilishimiz kerak bo'ladi bizning savatimiz, ya'ni mahsulotlar yig'ilgan savatni. Va keling biz yozgan kodlarimizni tekshirib ko'ramiz. Va bizni birinchi bo'lib so'raydi, biz nima xohlaymiz. Masalan, keling to'g'ri qilib lavash deb yozamiz. Keyingi bo'lib biz masalan burger deb yozamiz va Coca-Cola deb yozamiz. Va agar bu yerga masalan Fanta deb yozadigan bo'lsak va chiqish qiladigan bo'lsak, bizda bo'sh narsa sodir bo'ldi. Hozir uni to'g'rilaymiz. Savat.append ovqat. Keling, mana bu yerdan qo'yib ko'rsakchi. Masalan, doner, lavash. Yo'q, buni joyiga qaytaramiz. Keling, buni biz bilan tekshirishdan oldin davom ettirib o'tamiz. Biz birdaniga tekshirishimiz kerak emas edi, chunki biz savatni ichiga qo'shish alohida kodni hali yozmaganmiz va keling buni davom ettiramiz va pastdan mana bu tarzda endi for sikldan foydalanamiz. For ovqat in savat va endi hozir biz savatni ichiga biz barcha kiritgan ovqatlarni qo'shishni boshlaymiz. Bir ikkita nuqta. For ovqat in savat biz endi yozamiz umumiy, ya'ni total plus thing menu nuqta get, uni ichiga esa o'sha tepadagi ovqatni yozamiz va pastdan print qilamiz. Ovqat berib qo'yamiz va uni tugashini shunchaki bo'shliqqa tenglattirib olamiz va pastdan shunchaki print yozamiz. Shunday bo'shliq print chiroyliroq bo'lishi uchun va pastdan esa yana bir marta print deb yozamiz. Format belgisi bu yopilib qoldi. Format belgisi va biz mana bunday deb yozamiz. Umumiy nima desam, umumiy chekmi? Ha, chek deb yozaylik va pastdan dollar belgisi, format qavsini ochamiz va uni ichidan umumiy deb yozamiz. Va buni oldidan esa, ya'ni chiroyliroq bo'lishi uchun oxirgi ikkita kasrli sonni qilishni buyuramiz va 2F deb yozamiz. Keling tekshirib ko'ramiz, xatolik bor ekanmi, yo'qmi. Keling bunday qilamiz, tugadi va endi boshqatdan ko'rib chiqamiz. Keling, bu yerga lavash deb yozamiz. Tagidan hot dog deb yozamiz. Coca-Cola va Fanta. Qish. Va ko'rib turganingizdek, biz umumiy chek 40 bo'lib chiqib keldi. Xo'p, bu nimaga xato ishlaganini ko'rib chiqdim va buning barchasini xatosi
Mana bu yerda bizda lower, ya'ni barcha ma'lumotni kichkina turda olganligi sababli biz mana bularni katta harflar bilan yozgan edik va men bularni to'g'rilab chiqdim va mana bu yerga bezak uchun narsa qo'ydim va keyin endi barchasini to'g'rilab chiqqanimdan so'ng tekshirib ko'ramiz va keling mana ko'rib turganingizdek bu yerda ham bizda barchasi kichkina harflar bilan boshlanadi va keling bu yerga masalan lavash deb yozamiz. Lavash va masalan burger, Coca-Cola, masalan biz Fanta olishimiz mumkin, ammo bizda Fanta yo'q va doner va chiqamiz. Ko'rib turganingizdek bizda biz olgan narsalar lavash, burger, Coca-Cola va doner va bizda Fanta bu yerda mavjud emas. Chunki bizning menyuda ham, haqiqiy menyuda ham bizda Fanta mavjud emas edi va bizning menyu esa 10 ya'ni $10,5 tashkil etdi. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi. Va yana bir qaytaraman, bizning 27-dars lug'atlar mavzusini qaytarish maqsadida o'tilgan edi va 27-darsimizda biz ko'rib turganingizdek restoran menyusini lug'atlar mavzusi bilan qaytardik. Ya'ni biz birinchi bo'lib kalitlarga ovqatlar nomini yozib chiqdik va ularning qiymatiga esa ularning narxlarini yozib chiqdik. Xo'p, agar siz bu videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta bu videorolikka layk bosib, Speed Background'ga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr!